Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari. Xudo xolasa mana navbatdagi uyimiz Angren shahri. Mana oq lazerimizdan qilib berdik. Mana bu tomonlar tog' ekan mana. Tog'ning ichida dachalar bor joyda qilib berdik mana. Bu tomon ham tog', o'rtada soy o'tgan. Mana gullardan juda chiroyli islanib ekan. Mana gullari bu toza havo joyi ekan. Mana so'killari endi laklanadi. Mana tunikalarni qo'yishdi ustalar. Yerzalar qirog'iga tunikalarni olib keldik. Lazer oqidan qilib berdik. Bu plitkalar bizda har xil turi, har xil rangdagilar bor. Xudo xolasa zakazlar qabul qilaveramiz. O'zbekiston bo'yicha kelishgan ahlarda dasturga qo'yaveramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarni qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Kelib yotib yurgan ketishlari mumkin. Mana lak sepilganda juda yaltirab bleskini ko'ryapsizlar. Juda chiroyli chiqqan. Ustlariga tunika fo'mdan bekiladi bu joylar. Tunika fo'mdan bekiladi. Mana uyimiz. Mana lak sepilsa mana shu holatga o'tadi. Bizda bu plitkalar har xil rangda, har xil turlari bor. Kelishilgan narxda dastlabki beraveramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Pastda qoldirib qo'yamiz. Kirib bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin.